Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim masalani ochiq va sodda tilda muhokama qilaman. 2026 yilda pensiya bekor qilinadimi? Pensionerlar pulsiz bo'ladimi? Xalqaro valyuta fondi, ya'ni XVF subsidiya bo'yicha nimani so'radi va bu oddiy odamlarning hayotiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Bu mavzu faqat bugun pensiya olayotgan otaxon onaxonlarga emas, balki hozir ishlayotgan, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir inson uchun muhim. Chunki pensiya tizimidagi har qanday o'zgarish oilaning daromadiga, kommunal to'lovlarga, dori-darmon xarajatlariga, hatto farzandlarga yordam berish imkoniyatiga ham ta'sir qiladi. Men darhol aytib qo'yay. 2026 yilda pensiya butunlay bekor qilinadi degan gapni tasdiqlaydigan rasmiy hujjat yoki qonun yo'q. Lekin bu mavzuda xavotir paydo bo'layotgani bejiz emas. Chunki davlat byudjeti, subsidiyalar, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy to'lovlar va xalqaro moliyaviy tashkilotlarning tavsiyalari atrofida jiddiy muhokamalar ketmoqda. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday mavzularni shu uchun emas, odamlar aldab qo'yilmasligi uchun tushuntiraman. Avval qanday edi? Oddiy qilib aytsam, pensiya tizimi shunday ishlaydi. Bugun ishlayotgan odamlar maoshidan soliq va ijtimoiy ajratmalar orqali davlat tizimiga pul tushadi. Davlat esa shu mablag'lar hisobidan bugungi pensionerlarga pensiya to'laydi. Ya'ni pensiya bu faqat men oldin ishlaganman, endi davlat menga beradi degan oddiy masala emas. Bu avlodlar o'rtasidagi kelishuvga o'xshaydi. Bugun yoshlar va o'rta yoshdagilar ishlaydi. Pensionerlar to'lov oladi. Ertaga esa bugungi ishlayotganlar pensiyaga chiqqanda keyingi avlod ularni moliyalashtiradi. Birinchidan pensionerlar soni ortib bormoqda. Bu yaxshi tomondan qaralsa, odamlar ko'proq yashayapti. Tibbiyot yaxshilanmoqda, umr davomiyligi oshmoqda degani. Lekin iqtisodiy tomondan qarasak, ko'proq pensionerga ko'proq pul kerak bo'ladi. Ikkinchidan hamma ham rasmiy ishlamaydi. Ko'pchilik qurilishda, bozorda, taksida, mavsumiy ishda yoki uyda xizmat ko'rsatishda naqd pulga ishlaydi. Lekin rasmiy mehnat staji va badallari to'liq ko'rinmaydi. Natijada pensiya tizimiga yetarli pul tushmaydi. Uchinchidan, davlat byudjetida faqat pensiya emas, ta'lim, sog'liqni saqlash, yo'l, ichimlik suvi, subsidiya, kam ta'minlangan oilalarga yordam kabi ko'plab xarajatlar bor. Endi nima o'zgardi? So'nggi yillarda davlat turli sohalarda subsidiyalarni kamaytirish, ya'ni ayrim xaridlarni aholiga yoki bozorga yaqinlashtirish haqida gapiryapti. Masalan, energiya tariflari, kommunal xizmatlar, ayrim ijtimoiy yordamlar. Byudjetdan beriladigan qo'llab-quvvatlashlar bosqichma-bosqich qayta ko'rib chiqilmoqda. XVF kabi xalqaro tashkilotlar odatda davlatlarga shunday tavsiya beradi. Byudjet xarajatlarini nazorat qiling, subsidiyalarni manzilli qiling. Ya'ni pul hamma uchun bir xil sarflanmasin. Haqiqatan muhtoj odamga ko'proq yordam bering, moliyaviy intizomni kuchaytiring. Bu tavsiyalar ichida pensiya tizimi ham bo'lishi mumkin. Chunki pensiya davlat xarajatlarining eng katta va eng sezgir qismlaridan biridir. Asosiy qism 1. Nima bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim esa vahimaga tushmasligi kerak. Eng avvalo pensionerlar bir narsani bilishi kerak. Agar siz hozir qonuniy pensiya olayotgan bo'lsangiz, sizning pensiyangizni bir kunda bekor qildik deb to'xtatib qo'yish juda og'ir ijtimoiy va siyosiy oqibatlarga olib keladi. Bunday qaror odatda hech bir davlatda oddiy tarzda qabul qilinmaydi. Pensiya odamlarning yashash manbai. Ayrim oilalarda otaxon yoki onaxonning pensiyasi butun oilaning asosiy daromadi bo'lib qolgan. Masalan, bir onaxon oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya olsa, shu puldan 300 ming so'm kommunal xizmatga, 400 ming so'm dori-darmonga, 300 ming so'm oziq-ovqatga, qolgani nabiralariga yoki yo'l xarajatiga ishlatadi. Bunday odamning pensiyasini birdan bekor qilish amalda uni daromadsiz qoldirish degani. Shuning uchun hamma pensiya bekor bo'larkan degan gapga ko'rona ishonmang. Yo'q, men bunday demayman. Xavotir bo'lishi kerak bo'lgan joylar bor. Birinchi xavotir pensiya yoshiga yaqinlashayotgan, lekin rasmiy staji yetarli bo'lmagan odamlar. Masalan, erkak kishi 29 yoshda umrining 20 yilini bozorda savdo bilan o'tkazgan. Lekin faqat 8 yil rasmiy ishlagan. U men ham pensiyaga chiqaman deb o'ylashi mumkin, lekin hujjat tekshirilganda staj yetmay qoladi. Bunday holatda pensiya miqdori juda past bo'lishi yoki ayrim ijtimoiy nafaqa turiga o'tishi mumkin. Demak, siz pensiyaga yaqin bo'lsangiz, hali vaqt bor demang. Bugundan hujjatlaringizni tekshiring. Ikkinchi xavotir
konvertda maosh oladiganlar. Masalan, bir kishi firmada ishlaydi, qo'liga 5 million so'm oladi. Lekin hujjatda 1 million 500 ming so'm ko'rsatilgan. Bugun u xursand bo'lishi mumkin. Soliq kam, pul ko'proq qolayotganday. Lekin ertaga pensiya hisoblanganda rasmiy maoshga qaraladi. Ya'ni sizning haqiqiy mehnatingiz emas. Hujjatda ko'ringan daromadingiz asos bo'ladi. Shunda 20 yil yaxshi ishlagan odam ham keksayganda kutilgandan kam pensiya olishi mumkin. Bu juda ko'p uchraydigan, lekin odamlar kech anglaydigan muammo. 3-chi xavotir. Chet elda ishlaganlar. Masalan, bir fuqaro 10 yil Rossiyada, Qozog'istonda yoki Turkiyada ishlagan. U yerda rasmiy shartnoma bo'lmagan bo'lsa yoki badallar to'lanmagan bo'lsa, bu yillar O'zbekistonda pensiya stajiga to'liq kirmasligi mumkin. Ayrim davlatlar bilan kelishuvlar bor. Ayrim holatlarda hujjat talab qilinadi, lekin men ishlaganman, hamma biladi degan gap pensiya tayinlashda yetmaydi. Pensiya tizimi guvoh so'ziga emas, hujjatga tayanadi. Kim vahimga tushmasligi kerak. Hozir pensiya olayotgan, hujjatlari to'g'ri. Bank kartasiga yoki naqd tarzda pensiyasi muntazam tushayotgan fuqarolar birinchi navbatda vahimaga berilmasligi kerak. Pensiya tizimida islohot bo'lsa ham, odatda avval hisob-kitob, keyin bosqichma-bosqich joriy qilish, keyin alohida toifalar bo'yicha tartib belgilanadi. Masalan, agar kelajakda pensiya tizimida yangi formula joriy qilinsa, u darhol barcha pensionerlarning pulini kesib tashlash degani emas. Ko'pincha bunday o'zgarishlar yangi pensiyaga chiqadiganlarga rasmiy stajga badal to'lash tartibiga yoki imtiyozli pensiyalarni qayta ko'rib chiqishga taalluqli bo'ladi. Keling bir nechta hayotiy misol ko'ramiz. Birinchi misol. Olim 7 yoshli pensioner o'toyiga 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. U 35 yil rasmiy zavodda ishlagan, mehnat daftarchasi bor, arxiv hujjatlari joyida. Bunday odamning asosiy vazifasi vahima qilish emas, balki pensiya miqdori indeksatsiya qilinganda, ya'ni oshirilganda to'g'ri qayta hisoblanganini kuzatish. Agar pensiya oshganini eshitib, kartasiga o'zgarish tushmasa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Ikkinchi misol. 24 yoshli ayol 25 yil tikuvchilik qilgan, lekin uyida buyurtma olib ishlagan. Rasmiy ish joyi faqat 6 yil. U men butun umr ishladim deydi. Bu insoniy tomondan to'g'ri. Lekin pensiya hisobida rasmiy hujjat muhim. Agar u hozirdan o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tsa, soliq organlarida hisobda tursa, qonuniy to'lovlarni qilsa, kelajakdagi pensiya huquqini mustahkamlashi mumkin. Demak, islohotlardan eng ko'p ta'sirlanadiganlar aynan norasmiy ishlayotgan odamlardir. 3-chi misol. 40 yoshli erkak bugun pensiyagacha hali 20 yil bor deb o'ylaydi. Lekin u 20 yil norasmiy ishlasa, 6000 yoshga kelganda muammo boshlanadi. Pensiya bir kunda yig'iladigan narsa emas. U butun mehnat hayotingiz davomida shakllanadi. Shuning uchun 2026 degan sana faqat pensionerlar uchun emas, bugungi ishchilar uchun ham ogohlantirishdir. Endi eng nozik nuqtaga o'tamiz. Qismiy subsidiya so'radi degan nimani anglatadi? Odamlar buni ko'pincha noto'g'ri tushunadi. Qismiy odatda falon pensiyani bekor qiling deb oddiy buyruq bermaydi. U davlat iqtisodiyotini tahlil qiladi va byudjet barqaror bo'lishi uchun tavsiyalar beradi. Masalan, energiya narxini bozor narxiga yaqinlashtiring, byudjet kamomadini kamaytiring, qarz yukini nazorat qiling. Subsidiyalarni boylarga emas, muhtojlarga bering. Pensiya tizimini uzoq muddatda barqaror qiling. Bu tavsiyalar bajarilsa, davlat xarajatlari qisqarishi yoki qayta taqsimlanishi mumkin. Lekin qaysi sohada qachon va qanday qilishni hukumat qonunlar orqali belgilaydi. Subsidiyaning pensiyaga aloqasi nimada? Agar davlat kommunal xizmatlarni arzon ushlab tursa, bu ham subsidiya. Agar elektr yoki gaz narxining bir qismini byudjet qoplasa, bu ham subsidiya. Agar ayrim korxonalar zarar bilan ishlasa va davlat yordam bersa, bu ham subsidiya. Pensiya esa to'g'ridan to'g'ri ijtimoiy majburiyat, lekin byudjetda pul cheklangan bo'lgani uchun bir tomondagi xarajat oshsa, boshqa tomonda bosim paydo bo'ladi. Masalan, energiya subsidiyasi juda katta bo'lsa, pensiya oshirishga pul kamroq qolishi mumkin. Aksincha, subsidiyalar qisqarsa, lekin narxlar oshsa, pensionerlarning xarajati ko'payadi. Shuning uchun pensioner pensiyam bekor bo'lmaydi deb xotirjam bo'lsa ham, tariflar oshishi, dori narxi ko'tarilishi, oziq-ovqat qimmatlashishi, o'rta daromadi kamayib qolishi mumkin. Mana haqiqiy xavf shu yerda. Yana bir muhim nuansa, pensiya nominal va real qiymatga ega. Nominal pensiya bu kartangizga tushadigan summa. Masalan, 1 million 500 ming so'm. Real pensiya esa shu pulga nima sotib olishingiz mumkinligi. Agar pensiya 10% oshsa,
lekin oziq-ovqat, dori va kommunal xarajatlar 20% oshsa, qog'ozda pensiya oshgan, hayotda esa kamaygan bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensionerlar faqat pensiya bekor bo'ladimi deb emas. Pensiyam narxlar o'sishiga yetadimi deb ham o'ylash kerak. Istisnolar haqida ham bilish kerak. Ayrim toifalar imtiyozli pensiya oladi. Zararli mehnat sharoitida ishlaganlar, harbiy xizmatchilar, ichki ishlar tizimida ishlaganlar. Ayrim kasb egalari, nogironligi bo'lgan shaxslar, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar. Islohot bo'lsa, aynan imtiyozli tartiblar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu hammasi bekor qilinadi degani emas, lekin kimga qaysi shart bilan necha yoshda qancha staj bilan pensiya berilishi aniqlashtirilishi mumkin. Shuning uchun imtiyozli pensiyaga umid qilayotganlar hujjatlarini 2 barobar puxta tayyorlash kerak. Yana bir tuzoq arxiv hujjatlari. Ko'p odamlar Sovet davrida yoki 1990-yillarda ishlagan. Korxona yopilgan, nomi o'zgargan. Arxivga topshirilgan yoki umuman hujjat yo'qolgan. Pensiya yoshiga kelganda odam yugurib qoladi. Masalan, men 1998-yildan 1995 yilgacha fabrikada ishlaganman deydi. Lekin mehnat daftarchasida muhrni aniq buyruq raqami yo'q. Arxiv ma'lumotnomasi topilmaydi. Bunday holatda pensiya tayinlash cho'ziladi yoki ayrim yillar hisobga olinmay qoladi. Shuning uchun pensiyaga chiqishga 5 yil qolganda emas, 10 yil qolganda ham hujjatlarni tartibga solish zarar qilmaydi. Yana bir ko'p uchraydigan masala ayollarning bola parvarishi davri. Farzand tug'ilishi, dekret ta'tili. Uyda bola parvarishi pensiya stajiga qanday kirishi qonundagi aniq normalarga bog'liq. Ko'pchilik ayollar men uyda 4 ta farzand katta qildim, demak stajim bor deb o'ylaydi. Onalik mehnati juda ulug'. Lekin pensiya hisob kitobida hamma davr bir xil avtomatik qo'shilmaydi. Hujjat, tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan buyruqlar, mehnat daftarchasi va boshqa ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Bu joyda ham oldindan tayyorgarlik kerak. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar ham ehtiyot bo'lish kerak. Tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi, nogironlik guruhi, qayta ko'rik muddati, tibbiy hujjatlar muhim. Agar qayta ko'rikka vaqtida bormasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Odamlar buni pensiyamni bekor qilishdi deb tushunadi. Aslida esa hujjat muddati o'tgan bo'ladi. Shuning uchun tibbiy hujjatlarning amal qilish muddatini yozib qo'ying. Farzandlaringizga ham eslatib qo'ying. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: pensiya va staj hujjatlaringizni tekshiring. Agar siz allaqachon pensiya olayotib o'tgan bo'lsangiz, pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjat, hisob kitob varaqasi, bank kartasi ma'lumotlari, pasport yoki ID karta, JSHIR, mehnat daftarchasi nusxasi sizda bo'lsin. Agar hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangizni toping. Undagi yozuvlar aniqmi? Muhrlar o'qiladimi? Ishga kirish va ishdan bo'shash sanalari to'g'rimi? Tekshiring. Ikkinchi qadam: MyPogogBuz yoki tegishli davlat xizmatlari orqali mavjud ma'lumotlaringizni ko'ring. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, navrangizdan yoki mahalladagi mas'ul xodimdan yordam so'rang. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron tizimga o'tgan, lekin eski davr ish staji har doim ham avtomatik ko'rinmasligi mumkin. Ko'rinmayotgan davr bo'lsa, demak yo'q ekan deb tashlab qo'ymang, arxivdan ma'lumot oling. Uchinchi qadam: tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Borayotganda ID karta yoki pasport, mehnat daftarchasi, diplom yoki harbiy bilet bo'lsa, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan ma'lumotnomalar. Arxiv hujjatlari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, bank karta rekvizitlarini olib boring. Agar sizning masalangiz murakkab bo'lsa, masalan chet eldagi ish staji, yo'qolgan arxiv, imtiyozli pensiya bo'lsa, barcha hujjatlardan nusxa qildiring va topshirgan hujjatlaringiz ro'yxatini yozib qo'ying. 4-qadam: murojaatni yozma qiling. Og'zaki so'radim, javob berishmadi degan holatlar ko'p bo'ladi. Yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiya stajim va pensiya miqdorimni qayta tekshirib berishingizni, qaysi davrlar hisobga olingani va qaysi davrlar hisobga olinmaganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Agar pensiya oshishi sizga qo'llanmagan deb o'ylasangiz, pensiya miqdori oxirgi indeksatsiya bo'yicha qayta hisoblanmaganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. Yozma javob keyinchalik shikoyat qilishda ham kerak bo'ladi. 5-qadam: rasmiy manbalardan foydalaning. Telegramdagi noma'lum kanalda 2026dan pensiya yo'q bo'ladi degan xabar chiqsa, darhol qo'rqmang. Qonunlar
Prezident farmonlari, hukumat qarorlari, pensiya jamg'armasi va kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi kabi rasmiy manbalarni tekshiring. Agar hujjat raqami, sanasi, rasmiy havolasi bo'lmasa, bu xabar shunchaki vahima bo'lishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman. Otaxon onaxonlarga tasdiqlanmagan xabar yuborib, ularni qo'rqitmang. Keksalar bunday gapdan juda qattiq siqiladi. 6-qadam oilaviy moliyaviy reja qiling. Agar oilada pensioner bo'lsa, uning pensiyasini faqat bugungi xarajatga emas, kelajakdagi narx o'sishiga ham hisoblang. Masalan, dori uchun oyiga 300 ming so'm ketayotgan bo'lsa, 6 oy yoki 1 yildan keyin bu 400 ming bo'lishi mumkin. Kommunal to'lovlar oshsa, qishda xarajat ko'payadi. Shuning uchun pensionerning pulini boshqarishda farzandlar yordam berishi kerak. Lekin bu yordam pensiyani olib qo'yish degani emas. Pensionerning o'z puliga hurmat bilan qarash kerak. 7-qadam norasmiy ishlayotganlar rasmiylashish haqida o'ylasin. Agar siz bugun 45 yoshda bo'lsangiz, pensiya hali uzoq deb tuyuladi. Lekin rasmiy staj to'planmasa, keyin afsus foyda bermaydi. O'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik, rasmiy mehnat shartnomasi, soliq to'lovlari, bularning hammasi kelajakdagi ijtimoiy himoyangizga ta'sir qiladi. Bugun ozgina tartib intizom ertaga katta muammoning oldini oladi. 8-qadam. Agar sizga rad javobi berilsa, taslim bo'lmang. Avval pensiya jamg'armasining yuqori turuvchi organiga murojaat qiling. Keyin zarur bo'lsa, adliya organlari, xalq qabulxonasi yoki sud tartibida huquqingizni himoya qiling. Lekin shikoyat hissiyot bilan emas, hujjat bilan qilinadi. Men haqman deyish yetmaydi. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotlari, buyruq nusxalari, guvohnomalar bo'lsa, imkoniyat ancha oshadi. Endi 2026 yil bo'yicha asosiy xulosani aniq aytaman. Pensiyalar bekor qilinadi degan vahimali gapni hozircha haqiqat deb qabul qilish uchun asos yo'q. Lekin pensiya tizimi o'zgarmaydi. Hammasi avvalgidek qoladi deb xotirjam bo'lish ham noto'g'ri. Dunyo bo'yicha deyarli hamma davlat pensiya tizimini qayta ko'rib chiqyapti. Chunki aholi qarib bormoqda, xarajatlar oshmoqda. Byudjetga bosim kuchaymoqda. O'zbekiston ham bundan chetda emas. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l vahima emas, tayyorgarlik. Men ekspert sifatida sizga shuni maslahat beraman. Birinchidan, rasmiy xabarni norasmiy mish-mishdan ajrating. Ikkinchidan, hujjatlaringizni bugundan tartibga soling. Uchinchidan, pensiya miqdorini tushunishga harakat qiling. Qaysi staj, qaysi maosh, qaysi imtiyoz hisobga olinganini biling. To'rtinchidan, oilada keksalar bo'lsa, ularga bu masalada yordam bering. Beshinchidan, kelajak pensiyasi uchun bugungi rasmiy mehnat juda muhimligini unutmang. Bugungi mavzuning eng muhim joyi shuki, 2026 yilda pensiya ommaviy tarzda bekor qilinadi degan gap tasdiqlangan rasmiy haqiqat emas. Ammo subsidiyali byudjet xarajatlari va pensiya tizimi bo'yicha o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Va bu o'zgarishlar har bir oilaning cho'ntagiga bilvosita yoki bevosita ta'sir qilishi ehtimoli bor. Shuning uchun men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha tayyor bo'lishga chaqiryapman. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizni saqlang va pensiya miqdorini tekshirib boring. Agar siz pensiya yaqin bo'lsangiz, staj va arxiv hujjatlarini hozirdan yig'ing. Agar siz yosh bo'lsangiz, rasmiy ishlash va kelajak pensiyangiz haqida bugundan o'ylang. Bu masalada eng katta xato hali vaqt bor deb yurish. Sizningcha pensiya tizimida qanday o'zgarish bo'lishi kerak? Pensiyalar oshirilishi kerakmi? Subsidiyalar manzilli bo'lishi kerakmi? Yoki avvalo narxlar nazorat qilinishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa siz uchun eng muhim iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.